1000 kishi bo'lib shu maydonga sahobalar bilasiga kelgan. Payg'ambarimizning sahobalari hammasi kelgan. Abu Bakr, Umar, Usmon, Hamza, Ali roziyallohu anhu, boshqa Fatima qizlari, ayollari, Oysha hammasi jang maydoniga kelgan. Ya'ni jang maydoni Uhud degan orqamizda turgan tog'i buni Uhud tog'i deyiladi. Buni shul nerede uçuyorlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytganki, Uhud tog' bizni sevadi, biz Uhud tog'ni sevamiz, yaxshi ko'ramiz degan. Jannat tog'larida bo'lgan. Uhud degani ya'ni ahad degan, ahaddan olingan yakta degan. Buni atrofida boshqa tog' bo'lmagan ekan. Yana bir fazilatlardan Uhud tog'ining fazilati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarning bilasiga Abu Bakr, Umar, Usmon to'rtovlari chiqqanda tog' larza bo'lgan, qimillagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyoqlari bilan usbut ya Uhud degan, sobit bo'l ya Uhud degan. Seni tebangda payg'ambar bor degan, siddiq va shahidang bor degan. Hozir bizlar o'qiyotgan janoza namozi o'qiymiz. Alloh taolo payg'ambarimiz aytgan haligi janoza namozi savobi Uhud tog'iga savob beradigan, mana shu Uhud tog'. Sizlar hozir o'qigan bir janozangizga Alloh taolo Madina Munawvaraga bir janozangizga 1000 ta Uhud tog' berar ekan. Makka mukarramaga borsangiz, janoza namozi o'qisangiz sizga 100 ming ta Uhud tog' savob beradi. Bir o'qigan janozangizga, bir qilgan ihsoningizga Alloh taolo. Endi maydon jang Uhud qanday bo'lganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shavvol oyining 17-sida kechqurun turib tayyorligini olgan sahobalar bilan shu o'zlarining uyidan chiqib sahobalar bilan hammasiga xabar berganki, bugun biz jang qilamiz degan sahobalar. Jang degan ya'ni ondan ilgari jang maydon jang bo'lmasa berga Badr degan bir jang bo'lgan. Badr jang bu sana 2 hijrida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munawvaraga kelgandan so'ng 1 yildan so'ng Badr degan jang bor. Badr jang shol bo'lganki, mana tijorat yo'li bo'lgan. Mana Madina, Makka mukarramadan Madina Munawvaradan o'tib Shom tijoratga mol olib borgan. Kofirlar, mushriklar yo'ldan o'tayotgan vaqtda payg'ambarimiz sahobalari bilan borib shu joylarga to'sib turib jang qilgan maydonda Uhudga. Badr jangga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan taqriban 314 ta, 313 ta bo'lgan sahoba. Mushriklardan taqriban 1000 ta bo'lgan Badr jangida. U yerda ham sahobalardan shahid bo'lganlari ham bor. Payg'ambarimizning 14 ta shahid qilgan sahobalardan ham bor. 14 ta, ahli Madina Munawvaradan 6 ta, Makka mukarramadan 8 ta bo'lgan 14 kishi sahobalardan yotgan joylari ham Badr jangida. Alloh taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan Badr jangini ham Ali Imron surasida zikr bo'lgan. Va laqad nasarakumullohu bi Badrin va antum azilla degan. Alloh taolo nusrat bergan payg'ambarimizga farishtalar nozil bo'ldi. Alloh taolo farishtalardan nozil qildi. Taqriban 5000 ta farishta nozil bo'lgani ham bor Badr jangida. Endi bu maydoni Uhud hoji bobolar bu juda eski tarixda kelgan bir jang Badrki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma janglarga ham bormagan. Taqriban 27 martaba jang bo'lgan bo'lsa, shu 27 martasi borgan o'zlari. Borgan joylari janglarni g'azvo deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zlari bormagan janglarga sariya deydi, sahobalarni yo'natgan o'zlari. Ana shu Uhud degan jangga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham kelgan bo'ladi. 1000 kishi sahobalarni bilan keladi shu. Kechqurundan tayyor olib, xoftan namozni o'qib shu joyda hamma sahobalarni tayyor qilib, kimki jangga boraman desa, shu yerga tayyor bo'lsin, ertaniga biz jang qilamiz deb shu maydonga keladi. Bilan kelib shu yerga to'xtaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shayxayn degan bir joy bor shu yerda. Shayxayn ya Masjid-i Dir deydi, ya Masjid-i Mustaroh deydi. Shu yerga damlarni olib sahobalarni qanday jang qilamiz, qayerga to'xtaymiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammasiga kechqurundan turib ta'lim bergan. Ertan jang bo'ladi degan. Mushriklar kelyapti, biz bilan jang qiladi degan. Ana shuki Badrda biz bilan jang qiladi, shular Madina Munawvaraga kelib jang qiladi degan. Ya'ni taqriban 1000 ta bo'lsa, uni ichidan 300 ta Madina Munawvarada munofiqlar bo'lgan, munofiqlar chiqib qochib ketgan bo'ladi. Shayxayn degan joyda Abdulloh ibn Ubay degan munofiq bor, billarga qo'shilgan bo'ladi. Bu yerda jangga bormaymiz deb qaytib ketadilar. Endi jang shunday bo'ladiki, jangni boshida qaytib jangni boshlaymiz degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan yo'natadi. Mushriklar ham u yerdan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 tomonga sahobalarni qo'yadi. Chap tomoniga 50 kishini sizlar shu tog'ning tepasiga turasiz degan. Buni ko'rib turgan tog'laringiz mana shu 50 kishi sahobani mana shu tog'ning tepasiga qo'ygan bo'ladi. Kamonchilardi. Terandozlarda mana shu tog'ning tepasiga qo'yadi. Boshlig'i Abdulloh roziyallohu anhu shuni siz sahobalar 50 kishini bilasizlar, shuni tepasiga turasizlar degan.
nima deganki, bizlar agar g'olib bo'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham, agar bizlar o'lib qolsak ham, osmondan qushlar kelib bizni go'shimizni yeb ketsa ham, sizlar shu yerdan tushmaysizlar degan. Shunday vasiyat qilgan. Endi urush bo'ladi, bir talab, ikki talab chiqib jang qilib beradi. Jangda o'zlari bo'lasiz, har janglarda o'zi bayroq ko'tarib turadi. Bayroq ko'tarib turgan kimki bayrog'i tushib ketsa, shu g'olib bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu qo'liga bayroqni beradi. Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu hofizi Qur'onlardan bo'lgan, ahli Makka mukarramadan bo'lgan. Birinchi hofizi ki Makka Madina Munawvaraga kelib, ahli Madina Munawvaraga Qur'oni Karimni ta'lim bergan kishi. Namozni o'rgatgan kishi. Dini islomni o'rgatgan kishi Mus'ab ibn Umar roziyallohu anhu bu kishi shu maydonga shahid bo'ladi. Ondan so'ng bayrog'ini Hamza roziyallohu anhu oladi. Ya bo'lmasa Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu bayroqni oladi. U kishi ham jang qiladi, u kishi ham jang maydoniga u kishi ham shahid bo'ladi. Uni qo'ldan Hanzala ya Huzayfa roziyallohu anhu kelib bayroqni oladi. Bayroqni olib, u kishi ham jang qilib, u kishi ham shahid bo'ladi. Bu maydonga jang bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi xaymalarni, kapalarni u yerga qo'yadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shu Uhud tog'ining maydonining oldiga shu yerda bo'ladi. Oysha onamiz ham shu yerda bo'ladi, Fatima rozi qizlari ham shu yerda bo'ladi. Jangda boshqa ayollar ham kelgan bo'ladi. Hatto buni mana shu ayollar ham bo'lib bergan. Faqat jangga bormaymiz emas, ayollar ham kelgan bo'ladi. Jang qilmasa ham uni erkaklar zaxmi bo'lganlarga zaxmlarini tozalab, qorayradi erkaklarga ham ayollar. Shunday qarang, Alloh taolo jangi Badrga qancha Alloh taolo jangi Badrga borganlarda Alloh taolo degan kechirdi gunohlarini degan. O'tgan gunohlardan hammasini kechirdi jannatda degan. Endi agar biz ertangachga bularni qissalarni o'qisak, bir talak payg'ambarimiz qanday jang qilgan, qanday berga ikki tishlari sungan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda, ikki tishlari ham shu yerga shahid bo'lgan. Yahudlar turib, oylar turib shu yerga chuqur qozganki, payg'ambarimiz chuqur ichiga tushib ketganlar ham bo'ladi. Jangning ya'ni shu to'paligidan, odam ko'pligidan birov-birovni tanib qo'ymadi. Tanimay qolgan. Bir birodar ag'ayni tanimay qolgan. Shunday jang chalkashib ketgan shunday. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurda jangligi ko'pligidan chuqur ichiga tushib ketib, oytib tishlari singan bo'ladi. Kallasini boshida dug'umi kiygan bo'ladi. Shu dug'umlari yuziga kirib ketgan bo'ladi shunday. Uni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jotqizib turib chiqartaman degan qo'llarini chiqartolmagan. Shunday qottiligidan. Uni Abu Ayyub roziyallohu anhu kelib tishlari bilan tishlab turib chiqarib sindirib olgan. Har bir tishlaganiga har bir tishlari singan. Qarang. Payg'ambarimiz Abu Ayyub al-Ansor roziyallohu anhu. Ya'ni yana bir sahobalardan Talha roziyallohu anhu degan. Talha roziyallohu anhu shunday ulug'li amalda qilganki jangi Uhudda ki payg'ambarimizni o'zlari chuqurdan ko'tarib turib chiqardilar. Shunda payg'ambarimiz haqlariga duo qilganki vajabat degan nima ya Rasululloh? Talhaga vojib bo'ldi jannat, Talhaga vojib bo'ldi degan jannat Rasululloh. Shunday ulug' sahobalardan yana bir sahobalardan payg'ambarimizning amakilari Hamza roziyallohu anhu. Hamza roziyallohu anhu payg'ambarimizning amakilari bo'ladi. Bular sutdosh birodarlari ham bo'ladi. Sud Hamza roziyallohu anhu. Nima uchun bir ayol Abu Sufyonning qizi Hind degan bo'ladi. Hamza roziyallohu anhu qasd qilib yurganki, qaysi vaqtga fursat bo'lsa, Hamzani haligi vahshini bir qildi, shunga bo'lsa qilib qo'ygan, tayin qilib qo'ydi. Agar shuni o'ltirsang degan, senga men tuya beraman, shuncha mol beraman degan edi. Shu kishiga payg'ambarimizning amakisini orqasidan turib, nezak bilan turib o'ltirgan bo'ladi maydon jangda.